Ikkinchi misol. X topadigan bo'lsak 4y, buni olib qo'yadigan bo'lsak 4y plus y plus 3 taqsim 4y plus 6y plus 6 bu 5y plus 3 10y plus 6 bu ham barobar 5y plus 3 mahrajdan 2 ni chiqarsak 5y plus 3 qisqarib ketadi. Tagin 1 taqsim 2 bu C javobda turibdi. 13-chi misolda x 4-inchisi minus 2025 faktorial qilib oladigan bo'lsa 2026 2027 mahrajdan 2025 faktorial chiqarsam 2026 plus 1 x kvadrat minus 2025 teng 0. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Nima qoladi? x4 minus bu 2027 ni beradi, bu ham qisqarib ketadi. 2026 x kvadrat 2025 teng 0 bo'ladi. Demak plus bu x kvadrat minus 2025 x kvadrat minus 1 teng 0. X'imiz plus minus 2025 x'imiz teng plus minus 1 ga teng, javob 4 ga teng bo'ladi.